Ko'pchilik qiziqqan drabilkamiz, o'sha lentali drabilkamiz, pichoqlari 6 qatorli pichoq bilan jihozlangan. Orqasida yana qo'shimcha yagor pichoqlari ham bo'ladi akalar. Bu o't xashak donlarni maydalab beradi akalar. Komplektida mana bunaqa o'zini setkalari bo'ladi akalar. 3-4 xil setkasi bor. O'tni ham, xashakni ham, donni ham maydalab chiqarib beradi akalar bu drabilkamiz. Ko'pchilik uyda ishlatgan, o'sha ko'pchilik bilgan Ariol drabilkasi, bu drabilkamiz ham universal bo'ladi. O't xashak donlarni maydalab beradi. Donni mana bu yerdan solinadi. Donni bu yerdan solganingizda mana bu pastidan donni tushirib beradi bu drabilkamiz. Pichog'i bavnik 12 ta bo'lsa, buni pichog'i 30 ta bo'ladi akalar. Buni akalar mana bunaqa qilib yonboshlatib qo'yib ishlatishingiz ham mumkin. Mana bunaqa qilib yonboshlatib, bemalol qiynalmasdan o'tlar, xashaklar solishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun drabilka narxlari va ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin akalar kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yasizlar. Biz drabilkalar bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Birinchi drabilkamiz akalar lental drabilkamiz bo'ladi. Bu lentali drabilkamiz akalar lentali bo'ladi. Men pichoqlarini ham ko'rsatib o'tamiz, ishlarini ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilik qiziqqan drabilkamiz, o'sha lentali drabilkamiz, pichoqlari 6 qatorli pichoq bilan jihozlangan. Orqasida yana qo'shimcha yagor pichoqlari ham bo'ladi akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Bu drabilkamiz 220 tokda ishlaydi. Motorlari 6,5 kilovatli motor bilan jihozlangan akalar. Bu drabilkamiz asosan o't xashaklarni silos qilib chiqarish uchun makkapoylarni shunday tiqsinay, silos qilib beradi. Sifatlari juda ham zo'r akalar. Bu drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsak, bu drabilkamizning narxi akalar 3,8 million so'mdan chiqyapti. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Motorlari alyumin motor bo'ladi, 220 tokda ishlaydi. Skorlari bo'ladi. Skori 3 ta skori bo'ladi akalar. O'rtasi neytral bo'ladi. O'rta skori neytral bo'ladi. Bunda o't chiqarmaydi. Mana bu tez bo'ladi. Bunda mayda qilib chiqarib beradi. Keyingisi, uchinchisi sekinroq chiqaradi, kattaroq qilib chiqarib beradi akalar. Sifatlari juda ham zo'r. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi drabilkamiz keladigan bo'lsak, akalar, Bau drabilkamiz universal drabilka bo'ladi. Bu o't xashak donlarni maydalab beradi akalar. Komplektida mana bunaqa o'zini setkalari bo'ladi akalar. 3-4 xil setkasi bor. O'tni ham, xashakni ham, donni ham maydalab chiqarib beradi akalar bu drabilkamiz. Sifatlari juda ham zo'r. Bu drabilkamiz ham 220 tokda ishlaydi. Motorlari 6,5 kilovatli alyumin motor bilan jihozlangan. Bu drabilkamizni ham pichoqlarni ko'rsatib o'tamiz akalar. Pichoqlari akalar ko'rishingiz mumkin pichoqlarini. Pichoqlari 4 qatordan 2 qator, 8 qatori bu yerda yana qo'shimcha 3 ta pichog'i bor. 12 ta pichoq bilan jihozlangan. Malatoglari ham bor akalar, donlarni urib maydalash uchun. Sifatlari juda ham zo'r. Bu drabilkamizning narxiga keladigan bo'lsak, bu drabilkamizning narxi akalar 3 million so'mdan qilib beryapmiz. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Kelishilgan holatda dastavka qilib chiqarib beramiz buni ham. Keyingi drabilkamiz ko'pchilik uyda ishlatgan, o'sha ko'pchilik bilgan Ariol drabilkasi. Bu drabilkamiz ham universal bo'ladi. O't xashak donlarni maydalab beradi. O'tni bu tarafdan tiqiladi akalar. Donni mana bu yerdan solinadi. Donni bu yerdan solganingizda mana bu pastidan donni tushirib beradi bu drabilkamiz. Bu drabilkamiz ham komplektida 4 ta setkasi bor. 220 tokda ishlaydi. Motori 6,5 kilovatli motor bilan jihozlangan. Buni Ariol drabilkamizning pichog'i Bau drabilkanikiga qaraganda ancha ko'proq. Pichog'i Baunik 12 ta bo'lsa, buni pichog'i 30 ta bo'ladi akalar. Buni pichog'i mana 5 ta. 5 qatordan 6 qator joylashgan 30 ta pichog'i bo'ladi. Malatoglari ham juda ham ko'p akalar. Juda ham sifatli. Qo'shimcha mana yana qo'shimcha kesadigan pichoqlari bor. 33 ta ekan jami pichog'i akalar buni. Bu drabilkamiz narxiga keladigan bo'lsak, bu drabilkamiz narxi 3,2 million so'm. Buni ham dastavkasi bor. Kelishilgan holatda dastavka qilib beraveramiz. Keyingi drabilkamiz akalar Xitoy drabilkamiz, Xitoy universal drabilkamiz bu ham. Bu drabilkamiz ham komplektida 4 xil setkasi bo'ladi. O't xashak donlarni maydalab chiqarib beraveradi. Bu drabilkamiz ham 220 tokda ishlaydi akalar. Motorlari 6,5 kilovatli avtomatli motor bilan jihozlangan akalar. Bu drabilkamiz akalar ko'pincha hozir xo'jalikka ishlatgan o'ylayapti. Bu chunki narxi hamyonbop narxda, narxi 2,2 million so'mdan qilib beryapmiz akalar. O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor, buni ham kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingisi Bau firmasiga tegishli juda ham sifatli bo'lgan drabilkamiz. Buni akalar mana bunaqa qilib yonboshlatib qo'yib ishlatishingiz ham mumkin. Mana bunaqa qilib yonboshlatib, bemalol qiynalmasdan o'tlar, xashaklar solishingiz mumkin. Sifatlari juda ham zo'r. Bu drabilkamiz ham universal drabilka, komplektida 4 xil setkasi bo'ladi. O't xashak donlarni maydalab chiqarib beradi. O'tlarni silos qilib beradi.
donlarni kepak sifat qilib maydalab chiqarib beradi akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Motorlari 4 kilovatli zavodskiy o'zini motori bilan jihozlangan. Motorlari keyin avtomatli bo'ladi, bemalol o'chirib yoqib ishlatishingiz mumkin akalar. Sifatlari juda ham zo'r. Bu drabilkamiz narxiga keladigan bo'lsak, bu drabilkaning narxi 2 300 ming so'mdan. Buni ham O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor, kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Akalar, kimga shunaqa Xitoy universal drabilkalar kerak bo'lsa yoki mana bunaqa alligator lentali drabilkalar kerak bo'lsa, video ostiga nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qo'qon shahrida.